Tam doktorxonada. Bugun atdigan yesida qo'rsqim og'rib ketganlikdan qo'shoqni yodlab berolmadim. To'limu afsus. Aslida qo'shoqning hammasini esimda cho'ng saqlab olgan edim. Qo'rsqim bek og'rib ketgachga muallim intayin ansirdi. Yesli boshliqi keldi. Umu bek ansirab ketgan edi. Ko'pchilikning hammasi andisha qildi. Ular anamga telefon qilib meni olg'ili kelishni aytdi. Anam meni uyga aketdi. Qo'rsqim yana og'riyotdi. Dadam anam meni doktorxonaga aparmoqchi bo'ldi. Men dadam bilan doktorxonaga ilib olmoqchi bo'lgan necha parcha kitob, rang beradigan rasmli kitob, qora mashina, kichik chaplaq qog'oz, yana tukli kuchugim bibonimi so'mkaga soldim. Anam meni eskertib, bek ko'p narsa ilib oldingmi qandaq, dedi. Biz doktorxonaga keldik. Dadam anam menga yaxshi bo'lib ketadiganligimni aytdi. Lekin men yanala bek qo'rqib turatdim. Bu yer do'rpirab turadi. Axlat kiygan bir ochash kulimsirgan holda meni ko'rgili keldi. U sestra ekan. "Tam, yaxshimisan?" dedi u muloyimlik bilan. "Men sendan xabar ilishga mas'ul. Hargiz qo'rqma." Sestra ochash meni kichik bir uyga akirib qon oldi. "Midirlamasangla og'riqni his qilmaysan", dedi u. Men ukol urg'izishga bek o'ch, lekin men qaysar bo'lishga bel bog'lagan edim. Yonga qarab oldim. Bir oz vaqt o'tdi. Ko'zni yumib ochguncha qonni ilib bo'ldi. Ochash meni bir tal kampit bilan mukofotladi. Anam yana meni doktorga ko'rsatdi. Tekshirish tugagandan keyin doktor menga "Hammasi normal ekan", dedi. Men ichimda "Undaqda doktorxonaga nimaga keldim?" deb o'yladim. Men oxir meni operatsiya qiladigan doktorni ko'rdim. U menga meni bir bo'lak so'qir uchimni kesib ilyotadiganligini dedi. So'qir uchak qo'rsqimdagi uzun turba yo'lining bir bo'ligi. Kishilar bu uzun turba yo'lini uchay deb atashadigan. Doktor yana meni xultib qo'ydiganligini, shundala og'riqni azroqmi his qilmaydiganligimni aytdi. Uning deganlarining rost bo'lishini umid qilaman. Bu vaqtda yana bir yangi sestra achash kelib meni kasalxonaga akirdi. "Sana tanishtirib qo'yay, bu Karsiba", dedi sestra achash menga. Karsiba menga faqat "Yaxshimisan?" deb qo'ydi. U elektronlik o'yinchoq o'ynayotgachqa beshini ko'tarib qo'ymadi. U bek do'stonidek ko'rinadi. U elektronlik o'yinchoqni menga berib tursa bek xush bo'lardim. Sestra ochashning ko'rsatmasi bilan onam uxlash kiyimimni almashtirib qo'ydi. Hozir tehi tushdan keyin bo'lg'achqa uxlash kiyimimni almashtirg'im yo'q edi. U chaqda yessidagi kichik do'stlar o'yilda o'ynayotdi. Biz Karsiba bilan paranglashib o'ltirdik. U menga og'ir kasal bo'lib qolg'achqa doktorxonada xili uzoq turganligini aytdi. Meningcha men bek baxtli ekanman. Chunki men so'qir ucha yolg'i bo'lib qolgan edim. U ancha og'ir kasal emas. Qorong'u tushdi. Doktorxonaning karavotida yetib sal qo'rqdim. Har holda anam yonimda bor. U qo'limni tutib o'ltirib menga hikoya o'qib beryotdi. Men mushundaq uxlashga bekli amroq. Shundaq rohat ham xotirjam yotdiman. Sestra ochash meni sahardala uyg'otib dori ichishimni aytdi. Men uningdan nashta qilib olishimni so'rsam, u avval operatsiyaxonaga berib kelib, ondan tomoq yeydiganligimni aytdi. Men chaqli karavotga yotqizilib uzun koridordan o'tdim. Menda ajoyib bir xil sezim paydo bo'lib, hamda qo'rqmas bo'ldim. Men tehi beshimning ozroq qiyayotganligini his qildim. Doktor menga u dorining ta'siri ekanligini dedi.
Operatsiya uyida men o'zimni xuddi uchar taxsi kirib qolgandek his qildim. Hammanglar yuziga o'xshash yeshil maska taqib olgan bo'lib, beshidami o'xshash posma turadi. Bekli g'alit ekan. Men qaytadan uyg'ongan vaqtimda dadam anamni ko'rdim. Ular menga qarab turadi. Men allaqachon kasalxonaga qaytib kelgan edim. Voy, operatsiya tugabdi-da. Mening ularga bekli gap qilg'im bor edi. Biroq bek uyqum kelib turadi. Qanchalik vaqt o'tgankin tong og'riqdan uyg'onib ketdim. Dadam yuzlarimni bo'shqina silavatadi. Karsiba menga operatsiyadan keyin g'alati bir xil sezim bo'ldi degan edi. Uning degani rostgan. Men asta-asta tomoq yeyalaydigan bo'lib, burunqidan ko'p yaxshilandim. Lekin chatoq yeri shuki, yori eg'izi bo'lg'achqa kulsam bo'lmaydi. Karsiba doim meni kuldirib yuradi. Әтсе sestra Açash meni yo'lab koridorda bir necha qadam mang'uzdi. Lekin yanala ozroq og'riyotdi. Men xuddi qeri bovaylardek nihoyatda asta meng'iyotdim. Karsiba bilan ikkimiz o'yinchoqxonaga keldik. Men uning bilan narsa setib oladigan o'yinlarni o'ynay olmaydim. Chunki badanim yanala ozroq og'riyotdi. Lekin Mirani va Marilar bilan rasm chizib, rasm bo'yash o'yini o'ynay oldim. Doktor menga yana bir qancha kundan keyin burunqidek normal harakat qilsam bo'lganligini dedi. Bu meni nihoyatda xush qildi. Qaranglar, men nima degan qaysar ha? Doktorxonada men yana nurg'un yangi adashlar bilan tanishdim. Bugun men balnisdan chiqib uyga qaytmoqchi bo'ldim. Haqiqatanmi xush bo'lyapman. Lekin Karsibaning ko'nglining yerim bo'layotganligiga qarab, meningmi ketishga ko'zim qiymadi. Men kichik mashinamni uningga berdim. Yana pat-pat kelib uni yo'qlab turdiganga va'da berdim. Xayr-xush Karsiba, seni yana ko'rgani kelaman.